Toki hayot ekanman. Muallif Xazon Rezgi. Muhabbatning ko'zi ko'r ekanligini sho'rlik ona o'shanda bildi. Boshda o'zi erkagini, tantiqqina qilib o'stirgan qizga yigitning unga mos kelmasligi haqida to'g'ri tushuntirishga harakat qildi. Astoydil yalindi, yolvordi. Durdona avvalga tirnoqlab hamlaga hozir mushukdek onasiga bez bo'lib chaqchaygancha bir tuki qilt etmay tikilib turaverdi. Menga so'zdan kuyindi hidi kelib turadigan yigitlar yoqmaydi, dedi u andisha qilib o'tirmay onasining og'zidan so'zini olgancha. Menga o'sha o'zi qilich, so'zi qilich Farhod aka kerak. Erga tegsam faqat shunga tegaman. Ona izor qizini yo'ldan qaytara olmagach, eridan yordam so'radi. Salam aka og'ir vazminlik bilan qiziga bir-ikki nasihat qilgan bo'ldi. Chiroyli muomala bilan so'zlarni tizib-tizib uzoq gapirdi. Durdonaning bir og'iz qarshi javob aytmay xonani tark etganini ko'rgan Salim aka ayoliga ma'no bilan qosh qoqdi. Yo'lga solish mana bunaqa bo'ladi onasi. Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi, bilding? Shu kuni xayriyat deya xotirjam uyquga ketgan otam yarim kechasi tushida rahmatli onasining g'amgin holda sochlarini yoyib turganini ko'rib, ko'ngli g'ash bo'lib uyg'onadi. Yuz betimni chaysam zora ko'nglim yozilsa deya vannaxonaga yo'l olgan ota uning eshigi berkligini ko'rib, negadir yuragiga vahima oralaydi. Otajon holatda eshikni mushtlay boshlaydi. Ko'p o'tmay eshikni buzib ichkaridan qo'l tomirini kesib, o'z joniga qasd qilgan Durdonani yarim o'lik holatda topishadi. Shifoxonada o'ziga kelgan qizining boshida shundoq ham bo'lari bo'lib bo'lgan ota unchalik ko'p gapirmadi. Shunchalikkacha borgan bo'lsang, mayli. O'sha Farhod bilan baxtli bo'l. Salim aka shu so'zlar orasida ota-onangdan ham aziz o'sha Farhod bilan degan so'zni xayolidan o'tkazmagan deysizmi? Xullas, nari-beri sovigan oshdek Farhod va dugonalarning to'yi ham bo'lib o'tadi. Ko'p o'tmay gururlab yongan alanga qanchalik tez o'chsa, Farhod va Durdonaning otashin o'ldim kuydimi ham shunchalar erta o'z payoniga yetadi. Bu yog'iga hayotlari ilimiliq sovigan oshdek o'tayotgan 10 yillik turmushi davrida ular bir qiz, bir o'g'il ko'rishdi. Qozonga yaqin yursang, qorasi yo'qadi deganlaridek, yillar shundoq ham o'z haqqini birovga bermaydigan Durdonani Farhodga o'xshatib qo'ygandi. Endi Durdona eri bilan basma-bas urushar, ba'zi hollarda Farhod chakaga borgan sari baquvvat bo'lib borayotgan ayolining bu janjallariga e'tibor bermasa, Durdonaning o'zi g'azab o'chog'iga shox-shabba qalab o't oldirish payda bo'lardi. O'g'li va kelinining kundagi janjallardan bezor bo'lgan ota-ona ularni bo'lak qilib chiqarib yuborganiga ancha bo'lgandi. Bu yoqda quda taraf bilan bir mahallaning odami bo'lgan Salim aka bilan ayoli ham qizi va kuyovining bu taqlid turmushiga ko'nibla bo'lgan edilar. Ota-ona bechora tag'in nima qilishsin? Gapni ta'sir qilgan gapirish kerakligini alla zamon anglab bo'lishgan bo'lsa, Durdona eri bilan urushib uyga tez-tez arazlab kelar, u bilan har qancha yomon urushgan bo'lmasin, qizlik uyda 1-2 kun uxlab pishib olgach, yana o'sha o'z tili bilan aytganda ro'dapo erini kuta boshlardi. Farhod eshik qo'ng'irog'ini bosib, "Durdon, uying yo'qmi seni?" deyishi bilan bolalarini nari-beri otlantirib, zippillab yo'lga tushardi. Qizning ortidan ota-ona bir-birlariga boshlarini sarak-sarak qilib chayqab qo'yishardi. Ular allaqachon urushqoq odam yarashqoq bo'ladi degan xulosaga kelib bo'lishgan va eng oxirgi ilinchlari ko'zimiz tirikligida bular ham odam siyohiga kirib qolisharmikin-a deyishar edi. Tohira va Fatima eng avval muyulishdan sochlari yuzi bilan bitta opala bo'lib to'zg'igancha yalangoyoq yugurib kelayotgan Durdonaga ko'zlari tushdi. Durdona yugurish bilan birga chinqirishni ham uddalab kelardi. Erkak zotiga isnot keltirmay o'l, iplasang ro'zg'or tut. Ko'p o'tmay Durdona chiqib kelgan ko'cha boshida tizzasigacha yetib turgan bitta kalta ishtonda Farhod ko'rinardi. "Xov iflos, to'xta deyapman senga. Agar yetib olsam yomon bo'ladi. Alvasti, senga aytayapman, to'xta." Qizlar Farhodga ko'zlari tushishi bilan uyatning zo'ridan burchakdagi Rahim amakining serxosh anjiri panasiga o'zlarini olishdi. Aksiga olgandek har kun gavjum bo'ladigan ko'chada ayni chog'da biror zot ko'rinmasdi.
Durdonaning og'zi bidirlashdan to'xtamay, qizlar tarafga panoh izlab yurgancha qora tortib kela boshladi. Kalbasa yesang teshib chiqadimi? Odamlar bir tishlamiga zor. Bu kishimga har kuni lo'mba go'shtli ovqatni qayerdan topib berarkanman? Ha, o'sha kalbasangni ham seni ham. Oshqozonni ham boshiga yetding sen. Undan ko'ra bir kosa go'shtsiz mastava qil, beo'xshov. Farhodning g'azabi qirg'og'idan toshib ketgandi. U bir chetda qunishib turgan qizlarga oilada ham xo'jayinligini ko'rsatib qo'ygisi keldimi, yo janjal payti har doim qilib yurgan ishimidi, to'satdan to'xtadi-yu, oyog'idagi shippagini yechib bor kuchi bilan Durdonaga uloqtirdi. Oxirgi lahzalarda ortiga o'girilib qolgan Durdona chaqqonlik qilib boshni chapga burib qoldi. Farhodning yelim shippagi zarb bilan kelib Fotimaning yuziga tegdi. Fotima g'ujanak bo'lgancha yuzini changalladi. Fotima hech narsa qilmadimi? Tohira shoshib qolib, Fotimaning qo'llarini ushlab, uning yuzini ko'rmoqchi bo'ldi. Qizni mayib qilding, iflos. Endi ko'radiganingni ko'rasan. Durdona shang'illagancha opa-singlisining yoniga yetib keldi. Biroq zum o'tmay izdan bostirib kelgan erining vajohatidan esankirib o'zini ularning panasiga oldi va yana ovoziga kuch bera boshladi. Yordam beringlar, o'ldirib qo'yadi. Shu payt Tohira janjal bilan ustilariga bostirib kelayotgan Farhodning yo'lini shart to'sdi. To'xtang, singlimga qo'lingizni tekkizmang. Ko'zlari qonga to'lgan Farhodga Tohiraning so'zlari chivin chaqqanchalik ta'sir qilmadi. Qoch yo'ldan. Tohira yigitdan bunday keskin harakatni kutmagan edi. Qizning nozik jussasi Farhodning zarbiga dosh bera olmay, oyoqlari chalkashdi. U muvozanatini saqlab qola olmay, ortiga kuch bilan yiqildi. Voqea shunchalar tez sodir bo'ldiki, Farhodning o'zi ham bu narsani kutmagandi. Tohira qator ekilgan anjir butalari ortida u qadar ham ko'zga tashlanmagan beton ariq qirrasiga boshi bilan qattiq yiqildi. Fotima esankiragancha jon holatda engashib Tohirani suv yo'q ariqdan tortib olib, uning boshini bag'riga oldi. Tohira g'ayritabiiy tarzda o'ldirab Fotimaga nimalardir demoqchi bo'ldi. Ammo so'zlar o'rniga labdan qop-qora qon suzib chiqdi. Ko'p o'tmay singlisining bag'ridagi Tohiraning ko'zlaridan asta-sekin nur qocha boshladi va shafaqqa tikilgancha tosh qotdi. Opajonim. Fotima hozirgina qanday voqea ro'y berganini aqli bilan anglab turgan bo'lsa-da, bularning bari tush ekanligiga o'zini ishontirgisi kelardi. Zumda atrofni odam bosdi. Fotima opasining bag'ridan bo'shatmay ularga alamzadalik bilan boqdi. Shu vaqtgacha qayerda edingizlar? Qo'llari orqaga qayrilgan Farhod o'zini qo'lga olganlarga qarshilik qilmadi. Durdona esa boshni changallagancha, nafasini ichiga yutgancha yig'isiga zo'r berardi. Tohirani Fotimaning changak bo'lib turgan qo'llaridan arang ajratib olishgandan so'ng kimdir unga piyolada suv tutdi. Ammo Fotima suvga qaramadi. Ayollardan yana biri uning og'zini yig'ib ochmoqchi va ozroq bo'lsa-da suv xo'platmoqchi bo'ldi. Biroq bu ishning uddasidan chiqa olmay, qo'lidagi suvni ho'vichiga qo'ygancha qizning yuziga sepib yubordi. Muzdek suv yuziga kelib urilsa-da, Fotima seskanmadi. Qiz qattiq cho'chibdi. Hozir doktor kelib qoladi. Doktor so'zni eshitib Fotimaga birdan jon kirgandek bo'ldi. Jonsiz qo'llariga hayot suvi yugurgandek o'tirgan joyida yer tatalab oldinga intildi. Opam, u doktor keladi-yu, opamni hushiga keltiradi deya zaifgina umid qilmoqda edi. Tohirani sal naridagi simyog'och tagiga olishibdi. Kimdir ostiga uydan ko'rpacha olib chiqib solibdi. Fotima simyog'ochga o'rnatilgan lampochkadan tushayotgan nur sabab kun allazamon botganini anglamadi. U Tohiraga qarab talpinar ekan, atrofni dilni o'rtar darajadagi chinqiriq ovozi o'qdek teshib o'tdi. Qizim Tohira, sen o'lgancha onang o'lsa bo'lmasmidi bolam? Fotima ayasining ovozdagi faryod sababini anglab bir zumga tik qotdi. Ammo ko'p o'tmay shilq etib hushdan ketgancha yiqildi. Abdurazzoq muallimning o'zi uchun ortiqcha bitta qabr kovlab qo'yganiga ancha vaqt bo'lgan edi. O'lim haq. U qosh bilan qovoqning o'rtasida turadi. Qishloqda yagona go'rkov o'zim bo'lsam, men uchun go'rkovlik qilish kimning nasibasi bo'lar ekan?
Yaxshisi o'zim uchun bitta qabr qazib qo'yaman. Shularni o'ylagan muallim o'tgan yaqinlari xilxonasidan o'ziga o'zi joy hozirlab qo'ygan edi. Shu qabr deya mahallada ozmuncha gap ham eshitmagandi. Och qabr och bo'ladi. O'ziga doim odam chaqiradi. Bunaqa qabri bor qabristondan o'liklarning keti uzilmaydi. Qabiladagi ta'na-yu dashnomlarning ostida qolgan muallim ularning barchasiga ko'ksini tik tutib berdi. Xavotir olmang, u qabrning egasi o'zimman. Ora-orada ichiga kirib 2 soatcha yotib chiqaman. Yuzimdagi kibrni sindiryapman. Qolaversa, bandaning emas, bu dunyoda har kimning o'z nasibasi bor. Birovning bir misqol haqqi ikkinchi birovga o'tib ketmaydi. Shu sabab bu qabr keti uzilmaydigan marhumlarning emas, faqat bir kishining nasibasi, ya'ni mening. Behuda vahima qilavermanglar. Abdurazzoq muallim to'g'ri aytgan ekan. Birovning nasibasi, birovning haqqi ikkinchi boshqa birovga buyurmas ekan. O'sha nasiba qizi Tohiraniki bo'lib chiqdi. Ota tomonidan kovlab qo'yilgan qabr qiziga buyurdi. Tohirani ertasi kuni peshinda yerga berishdi. Qizning bir haftadan keyin kelasi yakshanba kuni to'yi bo'lishi kerak edi. Bir haftadan keyin u oppoq libosda yangi xonadonga qadam qo'yishi kerak edi. O'sha barcha intiqib kutayotgan voqeaga bir hafta qolganda oppoq supurga kafallangan qiz o'zining bu dunyodan orttirgani eng oxirgi rizqi qabriga qo'yildi. Ular tushungan, oq-qorani tanigan odamlar. Adasi hech bo'lmasa bir marta oldilaridan o'tib ko'ring. Shunga kimdir sizdan oshnon tilamas. Xadicha opa kerakli so'zni topolmay kalovlandi va ko'p o'tmay so'zda davom etdi. Bunchalar ham bemalol bo'lmang. Hoy xotin. Asabiy holda ayoliga e'tiroz bildirdi No'mon aka. Ey xotin, adashma. Buning nomini bemalollik deyishmaydi. Buni nomini yuz xotir andisha deydi. O'zi jigar porasini qaro yeriga berganiga endi 3 kun bo'lgan otaga qanday qilib bu taklifni aytaman? Meni bunga tezlagandan ko'ra anavi pichoqni olib yuragimga sanchib qo'ya qol. Shuning azobini tortish oson menga. Adasi, tug'ilmoq o'limga berilgan taklifnoma. Bu dunyo savdolarini siz va men o'ylab topibmizki, andisha deysiz. Bari Allohning izmidagi hodisalar bo'lsa, musulmon bo'lishning shartlaridan biri ham boshga kelgan har bir ishni taqdirdan deb qabul qilish emasmi? Eng a'lo ish ham Allohga tavakkal qilishlik emasmi? Kuygancha gapirdi Xadicha. Xadicha, sening bu so'zlaring to'ppa-to'g'ri. Bari isbot talab qilmaydigan rost so'zlar. Og'ir tin oldi No'mon aka. Ammo o'rtada odamgarchilik degan tuyg'u borligini ham unutib qo'yma. Sabr haqida, bardosh haqida gapirish juda ham oson, qachonki u birovlarning dardiga tegishli bo'lsa. Biroq o'zingga qolganda ham shunday degan bo'larmiding? Xudo ko'rsatmasin, o'sha insonlarning o'rnida sen bo'lsang nima qilgan bo'larding? Nobud bo'lgan farzand o'zingniki bo'lsa nima derding? O'shanda ham boyagi aza 3 kun barcha ta'ziyaxonlik shuncha kunda o'tdi ketdi. Bugun 4-kun degan bo'larmiding? Yoki boshqa birov shu gaplarni aytsa, jimgina eshitgan bo'larmiding? Bardoshing yetarmidi? Birov ne hasratda 23 yil farzand o'stirib, ana to'yini, baxtini ko'raman deb orzularda qanot bog'lab uchib yurganda, bolasini kiyovining qo'liga emas, qora yerga topshirsa, seningcha bu oson ishmi? Nima deysang de, meni u xonadonga borishga ko'ndira olmaysan. Mayli, to'y uchun qilingan shuncha xarajatga kuysam kuyay. Bu farzand dog'iga kuyish oldida hech gap emas. Adasi, men aytganimni aytdim. Boshqa gapim yo'q. Unda o'zimning borib kelishimga ijozat bering. O'tindi ayol. Mayli, nima savob gunohi bo'lsa bo'ynimga. Xadicha, insonning ko'ngli Alloh tomonidan yaratilgan Ka'ba bo'ladi. Uni vayron qilishing javobi juda og'ir bo'ladi. Sen avvallari bunchalik tutgan yerini kesadigan ayol emasding. Ammo negadir shu masalada fe'ling qattiq joyidan tutdi. Kim bilsin, sening ham balki bir bilganing bordir. Balki men sen ko'rayotgan narsalarni ko'rmayotgandirman yoki ko'rishni istamayotgandirman. Men yo'lingni to'smayman. Mayli bor, ko'ngling buyurgan ishni qil. Ammo yuqoridagi gaplarimni unutma. Endi men boray.
Ishga kech qolsam bo'lmaydi. Yaxshi borib keling. Mo'mina qiyochiq eshikdan asta ichkariga mo'raladi. Abdurazzoq muallim pastakkina xontaxtaga bag'rini bergancha kitob o'qib o'tiribdi. Mo'mina erining shu aytishganiga oson bo'lgan 3 kun ichida qorayib, uniqib, bir hovuch bo'lib qolganini yanada chuqurroq his qildi. Otam desang otamlat-u, bo'tamlatma. Mo'minaning otasi ham 2 norg'ul o'g'lini 1 yilda oldinma-ketin yerga topshirgan. Shu so'zlarni qayta-qayta takrorlaydigan bo'lib qolgandi. Tohira xo'jayinining 7 yilda ko'rgan to'ng'ichlari edi. Fotima esa oradan 6 yil o'tib opasi bilan yuz ko'rishgan. Shu bilan xo'jayin boshqa farzand ko'rmaganlar. Fotima 4 yasharligida ularning onasi ko'krak bezi saratonidan olamdan o'tgan. Keyin 1 yilga qolmay qarindosh urug'larning qistovi bilan men va Umidjon bu xonadonga qadam bosdik. O'shanda Umarjon o'g'lim 3 yoshda edi. Men qizlar bizdan begona sirasa kerak deb o'ylagan edim. Biroq unday bo'lmadi. Ularning har ikkisi ham zehrli, tirishqoq, kirishimli qizchalar edi. Umarjonni darrovda ukajon, meni esa aya deb. Ha, Mo'mina, menda biror gaping bormidi? Ha, anavi. Mo'mina nima deyishni bilmay biroz talmovsiradi, ammo tezda o'zini qo'lga oldi. Kamronbekning oilari kelgan ekanlar. Sizda gaplari bor emish. Menda? Taajjublandi Abdurazzoq muallim. Menda qanday gaplari bo'lishi mumkin u ayolning? Ha, mayli, hozir chiqaman. Abdurazzoq muallim sarishtagina mehmonxonaga kirganda Xadicha opa tezda oyoqqa qalqdi va yerga tikilgancha eshitilar-eshitilmas salom berdi. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Qani o'tiring singlam. Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Xadicha opa muallim duo qilib bo'lgach, Xudoyimning ishlari shu ekanda. O'zi sabr bersin domla. Bandaning boshi Allohning toshi. Chidamay ilojimiz bormi? Choydan oling. Mo'mina Abdurazzoq muallimga choy uzatgach, Xadicha opaga manzirat qilar ekan, rahmat dedi Xadicha. Opa Mo'mina uzatgan choyni olib asta xontaxta ustiga qo'yar ekan, avvalambor men shu topda sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim uchun ikkingizdan uzr so'rayman. Bilamanki, bu so'zlarni tinglash sizlarga nechog'lik malol kelsa, ularni aytish men uchun ham shunchalik mushkul ish. Shu sabab ham ortiqcha gap so'z ko'paymasligi uchun huzuringizga qarindosh urug'larimdan biron kishini boshlashib kelmay yolg'iz o'zim keldim. To'g'ri, bu xususida adamizdan o'tinib yordam so'radim. Biroq ular unamadilar. Ammo mening bu yerga kelishimga rozilik berganlarning o'zi ham singlim. Xadicha opaning so'zlarining oxirgacha tinglashga sabri yetmay betoqatlandi Abdurazzoq muallim. Tushunishim bo'yicha siz Tohira qizim uchun bergan sarpo qilgan xarajatlaringizni badalini so'rab kelgansiz. Xotirjam bo'ling. Biz barini qaytaramiz. Ba'zi matolaringiz tiktirishga berilganda, ularning ham pulini chamalab buncha so'm bo'ladi desangiz, og'zingizdan chiqqanini sekin-sekin bo'lsa-da to'laymiz. Domla, men bunday maqsadda kelganim yo'q. Siz aytgan narsalar xayolimizning 7 ko'chasiga ham kirgani yo'q edi. Tashrifimning mazmuni butunlay boshqa edi. Bilamanki, siz bir necha 10 yillar maktabda o'quvchilarga tarixdan saboq bergansiz. Mening fikrimcha, tarix muallimi degani islom dini ahkomlarini boshqa oddiy insonlarga qaraganda mukammalroq darajada biladi deganidir. Men ana shu xulosamga tayangan holda ostonangizga ikkinchi qayta bosh urib keldim. Yuqorida aytganimdek, eng birinchi sabab bu siz u bizning alhamdulillah musulmonligimizdir. Muqaddas dinimizda olamdan o'tgan har bir inson uchun tutilajak aza 3 kun. Faqatgina eri vafot etgan ayol 4 oy u 10 kun idda saqlaydi. Ikkinchidan esa o'zingizdan qolar gap yo'q. Kamronbek bilan rahmatli Tohiraning to'ylari shu haftaning oxirida bo'lib o'tishi kerak edi. Bilasiz, biz ham jo'ja birdek jonmiz. Shuncha og'iz yeyman ichaman deb turgan bir vaqtda topganimizdan tejab, tergab, yig'inib, terinib, qolganiga qarz havoli ko'tarib, to'yning barcha xarajatlarini qo'ldan kelgancha
badastir qilib qo'ygandik. Domla, men bu gaplarni ta'mi yoki biror narsa ilinjida gapirayotganim yo'q. Mening maqsadim boshqa. Bizlar sizning xonadoningiz bilan quda bo'lish baxtiga muyassar bo'layotganimizdan boshimiz osmonga yetgan. Juda ham xursand bo'lgan edik. Domla, suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qizlari Ruqiya onamizni saboxalari Usmon ibn Affonga nikohlab bergan edilar. Ammo oradan vaqt o'tib, Ruqiya onamiz vafot etgach, ul zot kuyovlariga yana bir qizlari bo'lmish Ummu Gulsam onamizni jufta halollikka berib, ikkinchi qayta kuyovlik mansabi bilan siylaganlar. Shu tariqa tiriklik chog'lardayoq jannat xushxabarini olgan muborak zot Zinnurayn, ya'ni ikki nur sohibi deya e'zozlangan edilar. Mendan yaxshi bilasizki, saodat asrida bo'lib o'tgan ko'plab voqealardan hayotimizda masalalar olinadi. Domla, beandishaligim uchun meni kechiring. Agar xo'p desangiz, Kamronbek o'g'limga bu safar Fotimangizning qo'lini so'rab kelgandim.